Xatmona 2025 tadbir marosimida ilm olishlik oson emas. Ilm olishlik juda ham qiyin. Baxtimga bor bo'ling, aziz ustozim. Ilimlaringa ilim qo'shsin. Kelgusida shu xalqimizda ravnaqi uchun ulug' diniy mu'minimizga xizmat qilish Alloh taolo sizlar barchalarga muvaffaq aylasin. Hammalar kelib olishdimi? Ana endi ijozat berasa, chiroyli tarzda tadbirimizni boshlashga. Demak, xo'p, bugun Baxt qasri professional tasvirchilar jarayonlarini tasmalarni muhrlab borishadi. Biz esa asosiy tadbirimizni boshladik, azizlar. Assalomu alaykum, qadrli ustozlar, aziz talabalar, uzoq yaqindan tashrif buyurgan hurmatli mehmonlarimiz. Mana bugun siz azizlar bilan yana bir xursandchilik damlarida muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan ochilgan Imom Termiziy o'rta maxsus islom ta'limi muassasasi bitiruvchilarining Xatmona 2025 tadbir marosimida diydor jam bo'lib o'tiribmiz. Alloh taolo bu boshlagan tadbirimizni avvalini ham, oxirini ham xayrli va barokatli, manfaatli va davomiy qilsin. Assalom ona yurt tonglar o'lkasi. Ta'rif tashnifingning yo'q nishonasi, senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq. Bu o'zbek elining o'z madhiyasi. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi ijro etiladi, azizlar. Aman
Marhamat, o'tiruvchilarimizni o'tirishga taklif etamiz. Sizlar joylashib olgach, tadbirimizni davom ettiramiz. Odam o'g'li gar o'zingga ikki jahon, Dorul Amon bo'lsin desang, Qur'on o'qi. Tirik joning nafas olgan har bir zamon, nurli zamon bo'lsin desang, Qur'on o'qi. Endi odatiy an'anamizni davom ettirgan holda navbatni Qur'on tilovatiga bersak. Hozir Qur'on tilovatini zinatli qorilarimizdan Sadriddin qori Hamidov domlaga bersakda, u kishidan Qur'on tilovatini birgalikda qarshi olsak. Marhabo. Mikrofon olib ketishdimi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Ushbu o'qilgan tilovati Qur'onimizdan hosil bo'lgan savob samarlarni bugungi tadbirga mana shunday bir ehsonlar bo'lib tadbir bo'lib shulardan hosil bo'lgan savob samarlarni avvalambor ikki olam sarvari bo'lmish Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ruh toibalariga, barcha sahobiy ikromlarga, barcha azizlarga, barcha ulug'larga, xususan shu diyorimizdagi Surxondaryo vohamizdagi barcha aziz avliyolar, xususan bugun mana shu Sulton Saodat bobomizning qoshida mana shunday turibmiz. Yana o'zi asl ismlari Al Hasan Al Amir bobomizning oldlaridagi masjidda Sulton Saodat bobo biz nomlariga qo'ygan Sulton Saodat jome masjidini oldida bugun ilmi irfon ma'danidir, qadri oliy madrasa, jahli johil kimsalardan bag'ri xoli madrasa bo'lmish bitiruvchilarining xatmona tadbiri. Duolarga qo'l ochib turibmizki, mana Alloh taborak va taolo ushbu xatmonasida turgan itlarimizni, ora akalarimizni, ukalarimizni, onalarimizni bugun mana shunday bir ulug' yakuni bo'lib 4 yil o'qishib, bugun ularni mana oliyga o'qishadi yoki elimizga, yurtimizga payg'ambarimizning meroslarini tarqatish uchun mana xizmat qilishadi masjidlarda. Olib borgan ishlariga Alloh fayzi barakot, din yo'lida qilgan xizmatlarga Alloh barakot ato etsin. Mana shu 23 ta talabamiz ekan, shularda shunday tarbiyalab, mana shuncha shu ulug' darajada, ulug' bir maqom bu. Chunki payg'ambarimizdan meros bu xizmatlar. Ustozlari bor. Mana shu ustozlar ichida qancha xizmat qilishdi. Biz ko'rib turibmiz bu ustozlarda. Qancha qiyinchilik bo'lsa ham sabr qilib mana shu 23 ta talabani bugun birinchi mana chiqishib mana xizmat qilamiz deb turishibdi. Alloh taborak va taolo shu ustozlarni ham ikki dunyo saodatini Alloh taolo ato etgan bo'lsin. Farzand va anjumanlarim Alloh taolo qori qurro bo'lishlarni nasib o'zaylagan bo'lsin. Bugungi tadbirimizni avvali hali inshaalloh oxirida ham bir tilovati Qur'oni bilan yakunini qilamiz. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Ilahina anta maqsudina va ridwaka matlubina. Allahumma salli va sallim va barik ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim. Domla Abdurasul Qori akamizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Azizlar, aytishadi, bu dunyo o'tguvchi, biz ham ketguvchi. Kim armonda, kim maqsadiga yetguvchi. Meni izmimdadir faqat shu damim, so'ngidam ne bo'lmog'in Alloh aytguchi. Bugun xatmona 2025 ushbu bitiruv jarayonlarida ayni daqiqada maxsus video roligimiz ham bor. Hozir ushbu jarayonni birga hammamiz tomosha qilsak-da, undan keyin tabriklarimizni davom ettirsak. Diqqatimiz monitorga qaratiladi. Marhamat. ilk qaldiroq
Tashakkur. Qadri bilinadi menga endi goh, olis maktabim o'sha bexasham. Navoiyki bizga ustozdir, biroq kimdir o'qitgandir Navoiyni ham. Shunday buyuk zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Ana endi ijozatlaringiz bilan bugungi tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini madrasamiz direktori ustoz Kamol domla Islomovga bersak. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ustozlarimiz, hurmatli mehmonlarimiz, muhtaram ota-onalar hamda aziz tadbirimiz ishtirokchilari. Bugun ayni damda qadimiy va navqiron bo'lgan Imom Termiziy va Termiziylar yurtida jam bo'lib turgan ekanmiz. Avvalo barchalaringizni madrasamizning quvonchli kuniga bitiruvchilarimizni kuzatish munosabati tashrifingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ayni lahzada xatmona tadbirimizga ko'plab respublikamizning turli viloyatlaridan, tumanlarimizdan hurmatli ustozlarimiz, mehmonlarimiz ishtirok etyaptilar. Xususan Toshkent shahridan bir guruh olim ulamolarimiz, ustozlarimiz tashrif buyurgan talabalarimiz bilan, Qashqadaryo viloyatidan ustoz domlalarimiz tashrif buyurgan. Shu bilan birgalikda viloyatimizning bosh qozilari Rasuljon domla va shu bilan birgalikda boshchiliklarida barcha tuman shahar imomlari va domlalarimiz ham bugungi tadbirimizda faol ishtirok etyaptilar. Avvalo barchalaringizga samimiyat bilan xatnoma tadbirimizga xush kelibsizlar deymiz. Qadamlaringizga hasonatlar bo'lsin. Ma'lumki, O'zbekiston zamini islom ilm fani va madaniyatining qadimiy beshiklaridan biridir. Prezidentimiz tashabbuslari bilan xalqimizning boy tarixiy, ilmiy ma'naviy merosini har tomonlama o'rganish, jahon hamjamiyatiga keng tanitish, eng muhimi islom dinining asl insonparvarlik mohiyatini chuqur ochib berish maqsadida mamlakatimizda qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Islohotlar natijasida hozirgi kunda yurtimizda 4 ta diniy oliy ta'lim muassasasi hamda 10 ta o'rta maxsus islom ta'lim muassasalari faoliyat yuritmoqda. Viloyatimizdagi madrasalar faoliyatiga nazar tashlasak, mana bu yerda ko'plab yosh ulug' ustozlarimiz, mehmonlarimiz o'tiribdi, juda yaxshi bilishadi. 1992-1998 yillarda viloyatimizda 2 ta madrasa faoliyat yuritgan. Biri Termiz shahrida, yana biri Dinov tumanida faoliyat yuritgan. Qisqa 6 yil faoliyat yuritgan bo'lsa-da, ushbu madrasalarimizga 200 ga yaqin talabalarimiz tahsil olishgan. Ayrim sabablarga ko'ra keyin faoliyati to'xtatilgan. Oradan bir necha 10 yillar o'tib, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichning Surxondaryo viloyatimizga tashriflari chog'ida Termiz shahrida madrasa qurish taklifi bilan, tashabbuslari bilan albatta 2020-yildan aynan shu Termiz shahrida Imom Termiziy nomidagi islom ta'lim muassasasi o'z faoliyatini boshladi. Bu albatta voha ahli uchun kutilmagan katta xursandchilik bo'ldi. Hozirgi kunda ta'lim muassasamizda 31 nafar 8-10 yil davomida oliy diniy ta'lim muassasalarida ta'lim olgan mudarrislarimiz talabalarimizga bor mehrlari bilan, ilmlari bilan o'zlarini darslarini, ilmlarini berishmoqda. Alloh mudarrislarimiz, ustozlarimizni ilmlarini yanada ziyoda qilsin. Yana bir quvonarlisi, ta'lim olishning uzluksizligini ta'minlash maqsadida joriy yildan 2024-2025 o'quv yilidan Imom Termiziy nomidagi Islom universiteti ham o'z faoliyatini boshladi. E'tiborlisi, madrasa va institut talabalarining yashashi, taomlanishi va ilm olish uchun barcha zaruriy sharoitlar yaratib berildi. Bugungi kunda
vohamizda ham madrasa, ham islom universitetining bir joyda faoliyat yuritayotganligi Surxondaryo xalqining bir necha asrlik orzusi ro'yobi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yana bir quvonarlisi, yurtboshimizning qarorlariga asosan 2025-yilning aprel oyi oxirlaridan Islom universiteti va madrasamizning binolarining qurilishi boshlab yuborildi. Bu yaratib berilgan imkoniyatlar uchun albatta muhtaram yurtboshimizga cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shubhasiz bu kabi yaratilayotgan sharoitlar shukronaligimizni yanada oshiradi va albatta vatanga bo'lgan muhabbatimizni yanada yuksaltiradi. Xabarlaringiz bor, o'tgan yili bizning madrasamizda 13 nafar ilk qaldirg'ochlari o'qishni bitirishgan edi. Hozirgi kunda shu 13 nafar talabalarimizdan 4 nafari oliy diniy institutlarda tahsil ilmlarini, o'qishlarini davom ettirishmoqda. Shu bilan birgalikda bir nafari O'zbekiston Musulmonlar idorasi Surxondaryo viloyati vakilligida hamda yana bir nafari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiya agentligi Surxondaryo filiali boshlig'i sifatida faoliyat yurityapti. Qolgan 7 nafar esa turli hududlarimizda imom va imom xatib bo'lib xalqimizga xizmat qilishmoqda. Joriy yil, mana bu yil 23 nafar talabamiz madrasamizni bitirishmoqda. Mana hozir ko'rib turibmiz, barchalari qalblarida quvonch bir xursandchilik bilan davramizda o'tirishibdilar. O'tiruvchilarimizdan sog' salomat bo'lishsin, vatanga, xalqimizga xizmat qiladigan mard va botir o'g'lonlar bo'lishsin. O'tiruvchilarimizga omad tilaymiz. Olgan ilmlari hayotda, jamiyatda o'rin topishlari uchun yo'lchi yulduz bo'lsin. Oliy institutlarda talaba bo'lish nasib qilsin. Xalqimiz, dinimiz uchun, vatan ravnaqi uchun xizmat qiladigan vatanparvar kadrlar bo'lsin. So'zim so'ngida hurmatli talabalarimiz va bitiruvchilarimizga hayotini yorqin tomonga o'zgarishga xizmat qiladigan ba'zi zaruriy so'zlarni yetkazmoqchiman. Hurmatli bitiruvchilar, bugun o'qishni bitiryapsiz. Ustozlaringizdan ko'plab ilm va odobni o'rgandingiz. Bundan keyin ham ilmingizni va odobingizni yuksaltirishda to'xtamang. Har kuni hech bo'lmasa 11 kitob o'qishni odat qiling. Arzimagan 20-25 daqiqa dunyoyingizni qanchalik o'zgartirishini faraz ham qila olmaysiz. Hayot har doim ham siz o'ylagandek yoki reja qilgandek ketmaydi. Jamiyat talablariga moslashuvchanlikni o'rganing. Doimo kibr balosidan yiroqda bo'ling. Kibr kirgan boshga ilm kirmaydi. Kimniki boshiga kibri havo to'lib qolsa, u odamni xor qiladi. Shuning uchun boshingizni kibrdan emas, ilmdan to'ldiring. Bu dunyo kurash maydonidir. Bu maydonning quroli esa sog'lom jismutan, o'tkir aql va yaxshi axloq ekanligini doim yodda tuting. Har doim o'zingizdan kuchlilar orasida bo'ling. Qiynalasiz, ammo rivojlanasiz. Ibn al-Qoyyum rahimahulloh dinga qissa qilib shunday ta'rif bergan. Dinning bari xulqdir. Kim xulqda sendan o'zib ketgan bo'lsa, dinda o'zib ketibdi. Shunday ekan, xulqingizni doimo yuksaltirish harakatida bo'ling. Sizning kelajagingiz nimani o'ylab, nimani his qilishingizga bog'liq. Shunday ekan, doimo yaxshi narsalar haqida o'ylash uchun doimo yaxshi insonlar davrasida bo'ling va yaxshi amallarni ko'paytiring. Har bir ishni bajarayotganingizda ilm, ixlos va amalingiz birga bo'lsin. Shundagina siz doimo muvaffaqiyatlarga erishasiz. Aziz, muhtaram mehmonlarimiz, muhtaram tadbirimiz ishtirokchilari, tarix guvoh, bu muqaddas yurtda bu vohada dunyo ilm faniga hissa qo'shgan ko'plab mutafakkirlarimiz, olimlarimiz, ulamolarimiz yetishib chiqqan. Albatta bizning bitiruvchilarimiz ham shu ulamolarimiz, mutafakkirlarimiz izidan borib 3-Renessans poydevorini qurishda faol ishtirok etishiga hamda vatanni, xalqini sevadigan, din yo'lida xizmat qiladigan mutaxassislar bo'lib yetishiga ishonamiz. Bundan keyingi o'qish va ishlaringizga ulkan zafarlar tilaymiz.
Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat ustoz, ta'lim tizimida olib borayotgan ishlaringizni Alloh taolo mukofotlasin. Yoshim katta demay xizmatda turgan navqiron yigitdek yilib yugurgan, o'zi g'am cheksada xalqini kuldirgan bu xizmat yo'lida tolmang ustozim. Hurmatli aziz, bugungi bitiruvchilar, aziz tadbirimiz ishtirokchilari, navbatdagi so'zni hurmatli ustozimiz, O'zbekiston Musulmonlari idorasi Surxondaryo viloyati vakili ustozimiz Rasuljon domla Abdullayevga bersak, marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi qala Iqra bismi robbikal-ladzi xalaq. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin ladzi qala al-ilmu izzud dunya wa sharafil akhirah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaratgan Robbing nomi bilan o'qi deb marhamat qilgan Alloh taologa hamd sanolarimiz va ilm dunyoda azizlik, oxiratda sharafdir deb marhamat qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va u zotning ahli baytu sahobai kiromlariga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram, aziz, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, qadrli ota-onalar, hurmatli ustozlar, hurmatli tolibi ilmlar. Barchangizga, hammalaringiz bugungi xatmonaga xush kelibsiz. Tobora yaqinlashib kelayotgan Idul Adha Qurbon hayiti barchangizga muborak bo'lsin. Hurmatli aziz tadbir ishtirokchilari, mana bugun Imom Termiziy nomli o'rta maxsus islom ta'lim muassasasida katta shodiyona. Boisi 4 yil muqaddam imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tib, Alloh taoloning inoyati ila talabalikka qabul qilingan murabbiylaridan 4 yil mobaynida ta'lim tarbiya oldilar. Bugun esa ushbu 23 nafar bitiruvchimiz siz aziz ustozlar va ota-onalarning duolarini olib sharafli va mas'uliyatli vazifa bo'lmish dinimiz rivoji, vatanimiz ravnaqi va xalqimiz farovonligiga xizmat qilish ostonasida shay holda turibdilar. Va siz va biz inshaalloh bularga yaratganning o'zi kuch-quvvat, g'ayrat, shijoat, oliy himmat, xizmati yu umri rizqiga barakot ato etsin deb oq Fotiha berish arafasidamiz. Alloh muborak aylagan bo'lsin. Shunday ekan, bugundan boshlab bu bitiruvchilar 4 yil muddat ichida olgan ilmlari va ustozlarining pandu nasihatlariga avvalo o'zlari amal qilib, so'ngra boshqalarga yetkazishlar lozim bo'ladi. Chunki ilm olishdan maqsad unga amal qilish va atrofdagilarga yetkazishdir. Lekin uni yetkazish Alloh taolo oyati karimada aytgandek, hikmat va go'zal nasihat bilan bo'lishi lozim. Bu yo'lda shoshqaloqlik, o'ziga bino qo'yish, hissiyotga berilish, chuqur mulohaza qilmay fikr bildirish yaramaydi albatta. Shu bilan birga bu vazifada ixlos hamda sabrli bo'lish ham lozim bo'ladi. Chunki Ramazon Buti hazratlari siz kabi xizmat ostonasida turganlarga nasihat qilib, din xodimi xizmati asnosida maqtov aytguvchilarning shirin so'ziga yoki nohaq tanqid qiluvchilarning tanqidiga e'tiborsiz bo'lmas ekan, qilayotgan da'vatida xolis bo'lmabdi deganlar. Ya'ni
bu xizmatda turar ekansiz. Har bir qilayotgan ishingiz xolis Alloh uchun bo'lishi lozim. Bu sharafli yo'lda bizga maqtov va mazammat ham birday bo'lmas ekan. Ushbu mas'uliyat bizdan so'raladigan kunda holimiz qiyin bo'lib qolishi mumkin. Zero imomlik kasb emasdir, maqomdir. Ulug' zotlar ixlosimga putur yetmasin, amalim xolis bo'lsin deb o'zing nasihat majlisidagi kishilarning sanog'iga e'tibor bermasdilar. Balki men insonlarning ozchilik yoki ko'pchilik bo'lgani uchun emas, faqat Alloh roziligi uchun va'z qilaman der edilar. Shuning uchun siz va biz din xizmatining qaysi bo'g'inida bo'lsak ham, imom bo'lamizmi, noib bo'lamizmi, mudarris bo'lamizmi, muazzim bo'lamizmi, shahar yo qishloqda bo'lamizmi, zimmamizdagi din xizmatini omonat deb bilib, ixlos, muhabbat bilan sidqi dildan ado etsak, ikki dunyo azizligiga musharraf bo'lamiz inshaalloh. So'zimning salafi solihinlarning pandi nasihati bilan yakunlamoqchiman. Ular shunday deyishgan: Islom naqadar yaxshidir. Iymon uni bezab turadi. Iymon naqadar yaxshidir. Taqvo uni bezab turadi. Taqvo naqadar yaxshidir. Ilm uni bezab turadi. Ilm naqadar yaxshidir. Hilm, ya'ni mehribonlik uni bezab turadi deganlar. Fursatdan foydalanib siz aziz bitiruvchilarimizga kelgusida faoliyatingizda ulkan zafar va muvaffaqiyatlar tilab, doimo yaratganning o'zi qo'llab, hifz himoyasida saqlashini so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiru va atubu ilayka va oxiri da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Rahmat ustoz, Allohim umringizga, ishingizga barokat ato etsin. Hurmatli bugungi bitiruvchilar, yana bir bora bugungi bitiruv oqshomi bilan barchalaringizni chin yurakdan muborakbod etamiz. O'ylaymizki, barcha olgan ilmlaringizni mana shu islom dinida, islom dunyosida manfaatli ishlarda ishlatishingizga Alloh taolo kuch, barokat sizlarga ato etsin. Navbatdagi tabrik uchun so'z hurmatli ustozimiz Xo'ja Buxoriy o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi katta o'qituvchisi ustoz Maxtumquli domlaga bersak. Marhamat ustoz. G'am ko'rmay bu dunyo turguncha turing. Ming yillik mehnatlar huzurin ko'ring. Shogirdlar baxtidan shod masrur yuring. Ezgulik yo'lidan tolmang ustoz. Marhamat ustoz, xush kelibsiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin el-amin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem aziz mehmanlar, aziz talabeler, aziz ustozlar, avvalo barchalaringizga Alloh tabarak taoloning salomı yağılsın. Albatta Allah tabarak taologa bir adet hamd-u sanolar deymiz, shukronalar deymiz. Mana shunday yurtimiz tinch, osoyishta, obod makonda, obod vatanda mana shunday erkin shart-sharoitlar yaratilib, mana shunday masjidlarimiz, madrasalarimiz obod bo'lib, kundan kunga rivojlanib borayotganligi uchun Alloh taologa beadad hamd va sanolar deymiz. Alloh tabarak taolo o'z kalomi sharifida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid. La in shakartum, yani Alloh tabarak taolo qasam ichib aytayapti. Qasamki
agar siz shukr qilsangiz men ne'matimni yanada ziyoda qilaveraman. Va lekin noshukrlik qilsangiz meni azobim qattiq deydi. Albatta bu kunlarga ko'p shukr qilishimiz kerak barchamiz ham. Xosatan ustozlar biz shukr qilamiz Alloh taborak taolo. Mana shunday dinning xizmati mana domlamiz aytganlaridek Alloh muyassar qilib qo'yganligi uchun. Shukr qilamiz ota-onalar. Alloh taborak taolo farzandlarimizga avvalo tavfiq berib mana shunday talab ilmlik martabasiga ko'nganliklari uchun, Alloh muyassar qilganligi uchun. Talab ilmlarimiz ham albatta shukr qilmoqligi kerak. Alloh taolo mana shunday tabarruk makonlarda, madrasalarda ta'lim olib, mana ustozlarning ilmini o'zlashtirib, endi Xudo xolasa o'zlari butun el oldiga xizmatga, Allohning dinini e'losi uchun, dinini rivoji uchun xizmatga yo'l olyaptilar ekan. Alloh taborak taolo shunday kunlarga yetkazganiga shukr qilish kerak. Shunda Alloh taborak taolo aytayaptiki, men ne'matimni yanada ziyoda qilaveraman. Endi xosatan mana shu talab ilmlarimizga bir endi mana shu shukrni surati shuki o'z ustida tinimsiz ishlash kerak. O'z ustida to'xtovsiz mehnat qilish kerak talab ilm. Ustozlarimiz, mashayixlar shunday ta'rif qiladilarki, ilm olish xuddi bir mana hozirgi nima bilan aytganda mana bu simyog'ochga chiqishday gap deydilar. Tinimsiz, to'xtovsiz harakat qilaversangiz chiqib ketaverasiz. Lekin biroz to'xtab qolsangiz birdan tushib ketasiz. Shuning uchun talab ilm hech qachon harakatdan to'xtamaslik kerak. Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sayyidimiz, shafoatxohimiz shuning uchun aytdilarki, utlubul ilma walau bis-sin. Xitoyda bo'lsa ham izlavering. Va yana rivoyatlar borki, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Beshikdan go'rgacha ilm izlang. Hech qachon ilm. Endi mana Alloh taborak taolo bir kalomi sharifida shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ash-shaytonu ya'idukumul faqra va ya'murukum bil fahsha. Shayton sizni fahsh ishlarga buyuradi. Ya'ni kim Alloh saqlasin. Ilmga beamallikka, shariatni poymol qilishga buyuradi. Gunoh ishlarga buyuradi. Kambag'allikdan qo'rqitadi. Bunday qilaversang muhtoj bo'lib qolasan, qiynalib qolasan, mana bunday qilishing kerak deb Vallohu ya'idukum maghfiratan minhu va fazla. Alloh taolo esa agar uni aytganlariga to'g'ri amal qilib, halol, harom, gunoh, savobni to'g'ri bilib, ilmni rivojlantirib boraversanglar, o'zi tarafdan fazilat, yana ne'matlarini ziyoda qilib, ilmingizni yana ziyoda qilib, yaxshiliklarni sizga ziyoda qilishlikni va'da qiladi. Va ham o'tgan sahv-u xatolaringizni, ayblaringizni kechirishlikni va'da qiladi. Vallohu zul fazlil azim. Alloh shunday buyuk fazilat egasi. Muhtaram azizlar, endi albatta bu xosatan shu talab ilmlarning haqqiga
bir duo xayrlar qilamiz. Alloh tabarak taolo bu kishilarga avvalo sog' salomat o'z hifzi himoyasida saqlasin. Bundan keyingi talaba ilmlarida, oilaviy hayotlarida Alloh tabarak taolo baxt va saodat bersin. Soliha jufti halollar, solih farzandlar ato qilsin yana. Dinimizni, elimizni, xalqimizni xizmatida, vatanimizni ravnaqida sobit qadam xizmat qilib yashamoqliklarini Alloh nasib ro'zi qilsin. Ota-onalarga ham muborak bo'lsin. Ustozlarimizga ham xizmatlarini Alloh taolo mukofotlarni ziyodasi bilan ato qilib, ustozlarimizga ham kuch-quvvat, g'ayrat, shijoat ato qilsin. Sog'lik, salomatlik ato qilsin. Oxir damlargacha shu elimizga, dinimizga, xalqimizga xizmat qilib yashamoqlikdir. Talab ilmlarga ilm, hikmat taratib yashamoqlikdir. Alloh nasib ro'zi qilsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nasihatlaringiz uchun rahmat ustoz. Hayot yo'llarimda dildosh deb bildim, yo'limni yoritgan quyosh deb bildim. Toli yo'llarida yo'ldosh deb bildim, ezgulik yo'lidan tolmang ustozim. Hurmatli aziz, bugungi tadbir qatnashchilari, navbatdagi tabrik uchun so'z Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti katta o'qituvchisi Abdurasul domla Toshpo'latovni taklif qilamiz. Marhamat ustoz, sizni ham bugungi Xatnoma 2025 bitiruvchilarini bugungi bitiruv oqshomi bilan muborakbod etish uchun taklif qilamiz. Xush kelibsiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, muhtaram mehmonlar va aziz talabalar. Avvalambor barchamizni mana shunday shukrona, xatmona bir ziyofatda, tadbirda jamlagan Allohga beadad shukrlar, hamd va sanolar aytamiz, maqtovlar aytamiz. Allohim farzandlarimizdan, ahlimizdan, xalqimizdan shunaqangi bitiruvchilarni ko'p yillab, asrlab chiqishini Alloh davri qiyomatgacha bardavom aylasin. Azizlar, insonni jasadida yurak degan bir a'zosi qanday ahamiyatga ega bo'lsa, bu jamiyatimizda ahli ilm, ahli taqvo, olimlarimiz jamiyatni orasida xuddi shunday xususiyatga, fazilatga ega. Agar insonni jasadida, yuragiga bir dard yetsa, butun badan shol bo'ladi. Butun badan ishdan chiqadi. Shuning uchun bizni olimlarimizga, ahli ilmlarimizga biror bir ta'na yetsa, demak jamiyatga nisbatan u haqiqatdan bir kasallik, dard yetgan bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo ahli ilm ustozlarimizni fazli karamini ziyoda aylasin. Abu Hurayra roziyallohu anhu doim hadis rivoyat qilgan. Ammo hadisdan tashqari u kishining o'gitlari ham bor. U kishi aytadilarki, men 1 soatlik ilm olishlikni 1000 soatlik nafil ibodatga teng bo'ladi deb o'ylayman deydi. Va boshqa bir o'gitlarida esa aytadilarki, agar bir inson mendan so'rasaki, bir inson Ka'ba-i muazzamani oldida Ka'bani multazamiga yopishib, ya'ni ostonasiga yopishib, Ramazon oyini Qadr kechasida shu multazamni oldida bir kecha unga ibodat qilishlik afzalmi yoki oddiy bir kechalarda, Ramazonni Qadr kechasidan tashqari bir kechada 1 soatlik ilm o'qishlik xayrli, yaxshiroqmi deb so'rasa, men ilm o'qishlikni yaxshiroq deb bilaman deydi. Vaholanki bu kishini aytgan davri Ramazon oyini Qadr kechasiga to'g'ri kelyapti. Va aytayaptilarki, Qadr kechasida duolar ijobat bo'ladigan makon Ka'ba-i muazzamaning multazami. Hozir ko'ramiz, multazamni nafaqat Ramazon kechasidan uni oldiga borish imkoniyati bor, balki yil 12 oy uni oldiga borishlik hech imkoniyati yo'q.
multazamga hozirgi kunda har bir odam bir qo'limni tegizib qolsam qaniydi deb orzu qiladigan bir joyda bir kechalik ibodatdan ko'ra bir soatlik ta'limni, bir soatlik ilmni Abu Hurayra roziyallohu anhu afzal sanadilar. Shuning uchun ham biz ummatlar, olimlar orqasidan yuradigan bir ummatmiz. Biz bu islom ummati ilm ummati hisoblanadi. Shuning uchun men bu tolibi ilmlarimizni, bu tolibi ilmlik maqomini avvalo bularga muborakbod etaman. Alloh taolo bularning maqom martabasini baland qilsin. Bularni shunaqangi bir zabardast ulamolar silsilasiga bularni nomini Alloh taolo yozib qo'ydiki, inshaalloh bular shu taqvolari bilan, iymonlari bilan shu ilm yo'lida oxirgi nafasga qadar xizmat qiladigan bo'lsa, qiyomatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning merosxo'li sifatida tiriladi inshaalloh. Shuning uchun ilm olishlik oson emas. Ilm olishlik juda ham qiyin. Shunday ekan, bugungi kunda barcha ne'matlar atrofimizda to'lib toshgan bir zamonda yashayapmiz. Baliq suvda qanday suzayotgan bo'lsa, bugungi kunda bizni bu yurtimiz, jonajon vatanimizni hamma xalqi ne'matlar ichida shunday suzib yashayapti. Alloh taolo bejizga aytmadi o'zining kalomida: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha." Allohning ne'matini sanang adoga yeta olmaysiz deyapti. Haqiqatan Allohning ne'matini sanab adoga yeta olmaydigan bir makonda, bir diyorda yashayapmiz. Mana bu diyorda bir paytlar bitta harfni o'rganishlik jinoyat bo'lgan. Bir harfni uyda saqlagani uchun, bir araf alfavutini saqlagani uchun uni umr bo'yi qamoqlarda yoki otilishga hukm qilib ketgan ajdodlarimiz, avlodimiz. Bugun mana bu ne'matni haqiqatan ham qadriga yetishimiz kerak. Mana shunday fazilatli bir xalqdan orasidan mana bunday bitiruvchilarimizni, ahli ilmlarni, bu ulug' bir maskanlarni tugatib, buni xatmonasida o'tirishlik, bu juda ham ulug' bir fazilat, juda ham ulug' bir ne'mat. Endi bu azizlarimiz bugun agarchi xatmonasini qilayotgan bo'lsa-da, biz mahatni tugatdik, deyapti, biz oliygohni tugatdik deyotgan bo'lsa-da, men bularga aytamanki, yo'q. Sizlar bugun balki ilm eshigiga endi kirdingiz. Balki ilm darvozasini endi ochdingiz. Umringizni oxiriga qadar endi ilm o'rganishingiz sizni bo'yningizga lozim va lobud bo'ldi deymiz. Chunki azizlar, bu ilm 4 yillik bilan tugab qolmaydi. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi o'zining mana shu tolibi ilmlarga qarata bir 4 qator misra yozgan. U bilamizki, u zot juda ham buyuk shoir bo'lganlar. Aytadilarki: "Ya axi, ey birodarim, ya axi, lan tanalal ilma illa bi sittatin. Sa'unbika an tafsilha bi bayani. Zaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin va suhbati ustazin va tula zamani." Aytadilarki, ey birodar ahli ilm, ya'ni ilm istayotgan talib ilmga aytayapti. Ey birodarim, bilib qo'ying, siz hargiz ilmga yeta olmaysiz. Illa 6 ta narsa bilangina yetasiz. Sa'unbika an tafsilha bi bayani. Men uni sizga hozir bir bayonini bir qilib beray. Uni bayonini sizga aytib berayki, birinchisi zakovatdir. Ya'ni ziyraklik bilan, zakovat bilan harakat qilishligingiz. Ikkinchisi hirsin, ya'ni hirs bilan, qiziqish bilan, rag'bat bilan ilmga o'qishligingiz. Va ijtihadin, keyingizni tirishib jon jahdingiz bilan harakat qilishligingiz. Va bulg'atin, va shu ilm talab qilishlik jarayonida sizga yetadigan bir mablag'ga ega bo'lishligingiz. Va suhbati ustazin, va ustozning suhbatida doim bo'lishligingiz. Va tula zamanin, va uzun bir muddat ilm istashingiz deyapti. 4 yillik bilan biz olim bo'lib qolamaymiz. Balki 40 yil bizga kamlik qilar. Balki undan ham ko'p vaqt bizga sarf bo'lar. Shuning uchun men aytmoqchimanki, biz Imom Shofiy rahmatullohi alayhini mana shu o'gitlariga amal qiladigan bo'lsak, inshaalloh qiyomatda olimlar qatorida tirilamiz. Alloh taolo farzandlarimizdan mana shunday qora ko'z, jamiyatimizni, xalqimizni oldida yuradigan, mehrobida yuradigan va qiyomatda esa bizlarni boshimizga izzat, saodat tojini kiydiradigan farzandlarimizni Alloh nasib eylesin. Mana shu imkoniyatlarni bizlarga yaratib berayotgan davlatimiz rahbarini yana da umrlariga biz umr qo'shilishligini,
fazilatlariga fazilat qo'shilishligini qayta duo qilishimiz kerakki, bu imkoniyatlar har doim bo'lgan emas. Bir zamonlar o'tdi, osmondagi qush bilan yerdagi inson uchoq talashgan zamonlar o'tdi. O'sha paytlarda ham lekin bizning ajdodlarimiz ilmni tashlab qo'ygani yo'q. Alhamdulillah bugun mana rizqimiz haddan ortiq ziyoda bo'lib ketdi. Bugun ham tashlab qo'ymayapti. Biz aytamizki, bundan ham keyin tashlab qo'ymasin. Alloh taolo farzandlarimizdan mana shu talib ilmlarimizni, ustozlarimizni hurmat qilib bu yerga tashrif buyurgan otaxonlarimiz, nuroniy otalarimiz, akalarimiz barchalarini duolari bilan Alloh taolo bu talib ilmlarimizni maqom martabalarini baland qilsin. Olgan ilmlariga baraka bersin. Va sizlardan kelishlaringizdan murod, sizlarni bu yerda albatta duolaringizga muhtojmiz. Biz ustozlarni ham Alloh taolo sizlarni duolaringiz bilan garchi loyiq bo'lmasakda shularni oldilariga va'z aytadigan, shularni oldilariga dars aytadigan qilib qo'ygan Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Alloh taolo yurtimizni tinch qilsin. Xalqimizning hayotini bundan-da farovon qilsin. Biz ham qolgan ustozlar, mehmonlar qatorida bu talib ilmlarimizni, bu maqomlarini muborakbod etamiz. Umr rizqlariga barakat so'raymiz. Yaratgan Robbimizdan qiyomat kunida ota-onasini boshlariga izzat, saodat tojini kiydirishligini Alloh nasib eylesin deymiz. Va oxiri davana alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalam ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Salomat bo'linglar. Tashakkur ustoz, rahmat. Ana endi hurmatli aziz ishtirokchilarimiz, navbatdagi so'zni bugun farzandini mana shunaqangi xursandchilik kunida islom dunyosida o'zini ilk qadamlarini tashlayotgan aziz farzandini baxt iqbolini, ilk qadamlarini ko'rayotgan ota-onalarimiz ham ishtirok etmoqdalar. Hurmatli ota-onalar nomidan o'zlarini samimiy tilaklarini bildirish uchun talabalarimizning ota-onalaridan biri Shuhratxon domla Hafizovni taklif qilsak, ularni ham farzandlariga va bugungi ishtirokchilarimizga, tadbir qatnashchilariga o'zlarini chiroyli tilaklarini birgalikda tinglab qolamiz. Marhamat, xush kelibsiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Qadrli ustozlar, aziz mehmonlar va hurmatli bitiruvchilar. Avvalo siz azizlar bilan ulug' muborak maskanda salomat didorlashib turganimizdan beg'oyat xursandmiz. Parvardigor Jallola sizu bizga ulug' bir go'zal onlarni hadya etib turibdi. Bu ham bo'lsa farzandlarimizni bugun ustozlaridan duo olish jarayonida guvoh bo'lish. Bu baxt har qanday ota-onani hayotdagi orzusi. Mana shu farzandlarimizni 4 yil davomida barcha mas'uliyatlarini, mashaqqatlarini zimmalarida olib, o'zlarini rohatlaridan kechib, ba'zida joyi kelganda salomatliklaridan ham kechib, shularni kamoli uchun xizmat qilgan aziz ustozlarimizni huzurida biz to o'lguncha ta'zimdamiz. Bizni ustozlarimiz aytishardi: talaba qachon kamol topadi? Qachoniki ustozlar rozi bo'lsagina. Ustozni rozi bo'lishligini shartini ham aytishgan. Ustoz qachon farzandidan rozi bo'ladi, talabasidan rozi bo'ladi, shogirdidan rozi bo'ladi. Qachoniki shu olingan ilmni hayotda o'zi amal qilib namuna bo'lsa, jabhada dinda xizmat qilsa, millatga xizmat qilsa, millatga, dinga xizmat qilgan shogirdangina ustoz rozi bo'ladi. Dinga xizmat qilishlik uchun men bitiruvchilarimizga faqatgina masjidda imom yoki bir noyib, bir diniy xodim bo'lishlik
shart qilinmaydi. Dinda xizmat qilishlik uchun aynan masjidda ishlashligi ham shart emas. Ustozlarimiz yuqorida aytganlaridek bu 4 yillik madrasa bilimi ilmning boshlanish debochasi. Endi sizlar uchun ilm eshiklari ochildi. Dinda xizmat qilishlik uchun yana ilmiylarni davom ettirishda aynan diniy yo'nalish emas, balki dunyoviy ilmlarni ham egallanglar. Marhamat, biringlardan vrachlar chiqsin, biringlardan yuristlar chiqsin, biringlardan sudyalar chiqsin, biringlardan vazirlar chiqsin, katta tadbirkorlar chiqsin. Yo'inki shu masjidlarimizda fuqarolarimizga xizmat qiladigan imom xatiblar u ustozlarimiz singari muassasalarda, diniy muassasalarda dars beradigan mudarrislar chiqsin. Shogirdlarni ilmini, mevasini ko'rgan ustoz o'zining farzandini kelajagini, baxtini ko'rgandan-da ko'ra ko'proq quvonadi. Men tavsiya sifatida aytmoqchiman. Ilm, din bu nasihat. Rasulimiz alayhisolatu vassallam bizga shunday ta'lim berdilar. Nasihat amal bilan bo'ladi. Birinchi sinf o'qituvchisi 6 oy birinchi sinf bolalariga dars berib, 6 oydan keyin matematika fanidan ali sanoq cho'p bilan 1, 2 deb 10 gacha loaqal 20 gacha sanashni endi o'rgangan bolalarga barmog'ini o'nalasini ham ko'tarib turib, bolalar mana bu son 5 deb aytayapti. Bolalar aytayapti, birinchi sinf bolalari. Ustoz bu 10 deyapti. Ustoz aytayapti, o'nalar barmog'ini ko'rsatib, "Men sizlarga ustozman. Men aytayapman buni. Mana shu ko'rib turgan raqamlar 5 desa, birinchi sinf bolalari 10 deyapti. Ustoz bu aniq bilamiz, bu 10 ta barmoq. Ustoz 3-bor aytayaptiki, mana shu ko'rib turganingiz 5 deganda hamma talabalar birdaniga ustoz bu 10 dedi. To'g'ri aytdinglar, bu 10 dedi-yu, shu yerda to'xtatib qo'yib, ustozlar bilan o'zaro bo'ladigan suhbatda aytdiki, "Men shunaqa jarayonni bekorga qilmadim. Bolalar tarbiyani so'z bilan eshitishdan ko'ra ko'z bilan ko'rganini ko'proq oladi. Bugun siz aziz bitiruvchilar ertaga jamiyatda, xalqda, yoshlarimizni yoyinki umuman jamiyatdagi insonlarni noto'g'ri g'oyalardan sof aqida singari yo'naltirishda xizmat qilar ekansiz. Avvalo o'zingizlar hayotda namuna bo'lib ko'rsatib berishinglar kerak. Zeroki sizlarni eshitadiganlar, sizlarni amaliylarga qaraydi, ko'proq so'zingizlarga emas. Bizni qilayotgan har birimizni aytadigan gapimiz bilan amalimiz agar mutanosib kelsagina biz maqsadga erishamiz. Bu borada ham sizlarga omad va baxt tilayman. Hammalaringizga kattadan katta rahmat, e'tiboringlar uchun. Ustozlarimizga yana bir bor tashakkur. Men o'ylaymanki, ustozlarimizni, aynan ustozlar sizlarning yuzinglarni bu dunyo, u dunyoda ham bu shogirdlaringiz yerga qarab ayting inshaalloh. Rahmat hammalaringizga. Rahmat. Siz kabi el ichida farzandi baxti kamolini ko'radigan ota-onalarimiz ko'payishligini Allohdan so'rab qolamiz. Azizlar, ana endi 4-kurs talabalari nomidan o'zlarini tilaklarini bildirish maqsadida navbatdagi so'zni Ilyosbek Abdullahatovga bersak, marhamat. Bugun ustozlarimizga, qori akalarimizga bitiruvchilar nomidan o'zlarini faxr ila rahmatnomalarini birgalikda tinglab qolamiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustozlar va bugungi xatmonamizni aziz mehmonlari,
Avvalo taklifimizni javobsiz qoldirmay kelganingizdan va aziz mehmonimiz bo'lganingizdan juda ham mamnunmiz. Mana shu yerga so'zimni aytish uchun chiqarganman. To mikrofonni oldiga kelgunimgacha madrasadagi 4 yillik hayotimiz, kursdoshlarimiz bilan kechgan hayotimiz ko'z oldimdan lentadek o'tdi. Biz bu madrasaga kirar ekanmiz, 28 ta arab alifbosidan boshqa hech narsani bilmaydigan oddiy ko'cha bolalari edik. Va biz 4 yil davomida ustozlarimizdan juda ko'p narsalarni o'rgandik. Ustozlarimiz bizga shunchaki ilm o'rgatishmadi. Ustozlarimiz bizga har bir kalimani toshga naqshini o'yib yozilganidek qalbimizga o'yib yozishdi. Bu ishni qanchalik mas'uliyatli va mashaqqatli ish ekanini tasavvur qilishingiz uchun aytaman. Alifni cho'playdigan ko'cha bolasidan bir masjidni imomi, noyibini tayyorlash, bu o'sha masjid qavmini fiqh, e'tiqodiy masalalarga javob bera olish, o'sha qavmni o'ziga ergashtira oladigan bir mas'uliyatni zimmasiga oladigan kishini 4 yil davomida tayyorlash degani. Bu naqadar qisqa muddat va mana shu naqadar qisqa muddatda bir buyuk vazifani bajarish. Men so'zga chiqarganman barcha kursdoshlarimiz, barcha talab ilmlar nomidan ustozlarimizga cheksiz minnatdorchiligimizni izhor qilaman. Bizni birinchi kursdan qabul qilib olgan va 4 yil davomida bizga shunchaki shogird sifatida emas, balki o'zini farzandi, ukasi, yaqin insoni sifatida g'amxo'rlik qilgan Hoshimjon domlamizga, Abdulbosit domlamizga, Isoqoli domlamizga, Imomiddin domlamizga cheksiz tashakkurlarimizni bildiramiz. Imomiddin domlamiz hozir muqaddas haj safardalar. Barcha ustozlarimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin va qolaversa bizni katta ustozlarimizdan Xayrulloh domlamiz, Nasrulloh domlamiz va biz ismlarini zikr qilgan, qilmagan barcha ustozlarimizga cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va so'zim yakunida ustozlarimizga atalgan she'rni sizlarga o'qib eshittirsam. Ilmu tafakkurdan dilga yo'l ochgan, qalblarga beminnat mehrini sochgan, go'yo quyosh tafti yuziga ko'chgan, siz sabab har mahal baland parvozim. Baxtimga bor bo'ling, aziz ustozim. Kim uchun dunyoda shuhrati aziz, kimgadir haq yo'lda zahmati aziz. Sizgacha el yurtning rahmati aziz, mudom baland erur sizga e'zozim. Baxtimga bor bo'ling, aziz ustozim. Tinglashga ulgurmay qalbin sasini, anglaydi o'zgalar dil nolasini, ba'zan erkalolmay o'z bolasini. Bizlarga baxsh etgan bahor u yozin, baxtimga bor bo'ling, aziz ustozim. Insonga duch bo'lgay tulfa xil yo'llar, gohi tog'lar oshsa, goh kezar cho'llar. Ba'zan ta'qib etsa chaqmoqlar, do'llar, hech vaqt adashmagay aql tarozim. Baxtimga sog' bo'ling, aziz ustozim. E'tiboringiz uchun rahmat. Ustozlarimizga cheksiz tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Rahmat, bundan keyingi o'qish va ishlaringizga ulkan yutuqlar tilab qolamiz. Ana endi tadbirimizning eng xursandchilik damlariga ham yetib keldik azizlar. Bitiruvchi talabalarimizga salla kiydirish hamda talabalarimizning ota-onalarini tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlash uchun davramizga ustozimiz Muhammad Rasul domla Toshpo'latovni taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat, birinma ketin ismlarini zikr etgan talabalarimizni taklif qilamiz. Abdurahmonov Usmonjon taklif qilamiz. Marhamat. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك. Navbatdagi talabamiz Abdul Hakimov Islomiddinni taklif qilamiz. Marhamat. Tayyorlanib tursinlar. Musulmonov Zakriyoni taklif qilamiz. Marhamat. Tayyorlanib tursinlar. Imomqulov Hikmatulloh.
Xotamov Abu Bakrni taklif qilamiz. Marhamat. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله. Rahmat ustoz, Alloh taolo umringizni ziyoda qilsin. Azizlar, keyingi talabalarimizni salla kiydirish uchun ustozimiz Rasuljon domla Abdullayevni taklif qilamiz. Marhamat. يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات Marhamat taklif qilamiz. Talabalarimizni tayyorgarlik ko'rib tursinlar. Abdulla Xatov Ilyosbekni taklif qilamiz. محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في Ilyosbekning ortlaridan Abduxoliqov G'ayratjon hamda Tursunov Sadriddin Komilov Sunnatulloh Yusufov Zohidjon hamda Yarashiq Habiblarni birgalikda taklif qilamiz. محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. Rahmat ustoz, din yo'lida olib borayotgan ishlaringizni Alloh taolo bardavom qilsin. Navbatdagi talabalarimizni taqdirlash uchun ustozimiz, ya'ni Maxtumquli domla Toshqulovni taklif qilamiz. Marhamat. قلبي في المدينة Talabalarimizni ham tayyorgarlik ko'rib turishlarini iltimos qilgan bo'lardik. محمد نبي Arziyev Savat Murodni taklif qilamiz. Marhamat. Ortlaridan Abdug'aniyev Abdulaziz, Qurbonov Humoyiddin, Ko'charov Faxriddin, Saydullayev Abdulloh hamda Xushvaqtov Abdulhafizlarni birgalikda taklif qilamiz. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من Rahmat ustoz va qolgan talabalarimizni sallalarini kiydirish uchun sahnamizga Xayrulla domla Mardorovni taklif qilamiz. Marhamat. يا حبيبي يا شافعي يا رسول Talabalarimizni ham taklif qilamiz. Aliyorov Nurmuhammad, Avazov Azamat, Husanov Habibulloh, Turdaliyev Habibulloh, Yangiboyev Asadulloh hamda Xolboyev Abdulqosimlarni taklif qilamiz. محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد
Rahmat e'tibor uchun. Hurmatli aziz ishtirokchilar, ana endi madrasamizni to bugungi kunga qadar va mana shu talabalarimizning bugungi xatnoma 2025 bitiruv oqshomini asosiy tashkilotchilaridan, homiylaridan bo'lgan ustozlarimiz va qatnashchilarimiz bor. Ularni mana shu bizga ko'rsatgan beqiyos xizmatlarini chiroyli tashakkurnomalar bilan taqdirlash uchun madrasamiz direktori Kamol domla islomni taklif qilsak, marhamat. Imom Termiziy o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi tomonidan uzoq yillar davomida diniy sohada fidokorona xizmat qilgani uchun ustozimiz Maxtumquli domla Toshqulovni ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlaymiz. Marhamat. Navbatdagi Imom Termiziy o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi bilan yaqindan hamkorlik o'rnatgan, o'qituvchi hamda talabalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlab kelayotgan O'zbekiston Musulmonlar idorasi Surxondaryo viloyati vakili Rasuljon domla Abdullayevni ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlab qolamiz. Marhamat. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام Rahmat. Imom Termiziy o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi bilan yaqindan hamkorlik o'rnatgan, o'qituvchi hamda talabalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlab kelayotgan Muzaffar qori Ahmedovni ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlab qolamiz. يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا Imom Termiziy o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi tomonidan ta'lim muassasa bitiruvchilarini xatmona 2025 tadbiriga yaqindan yordam ko'rsatgan Sulton Saodat Jome masjidi jamoasini ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlab qolamiz. يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى. Rahmat ustoz, yana bir bora barcha Imom Termiziy o'rta maxsus ta'lim islom ta'lim muassasasi bitiruvchilarini 2025 xatmona bitiruv oqshomi bilan muborakbod etamiz. Bugun ishtirok etgan mana shu kichkinagina tadbirimizni o'zlarini beqiyos vaqtlarini ajratib sarflagan barcha aziz ishtirokchilarimizga, ota-onalarimizga, ustozlarimizga tashakkurlarimizni izhor etgan holda, aziz mehmonlar, ana endi shom namozidan so'ng barcha aziz mehmonlarimizni mana shunaqangi to'kin dasturxon qarshisiga taklif qilamiz. E'tibor va hurmat uchun tashrif buyurganlarga barchaga tashakkurlarimizni izhor etamiz. Rahmat e'tibor uchun. رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين. Hurmatli aziz mehmonlar, marhamat. Sizlarni to'kin dasturxon qarshisiga taklif qilamiz. Tansiq taomlarimiz tayyor bo'liblar. Barcha mehmonlarimizni dasturxon qarshisiga taklif qilsak, ana undan so'ng tansiq taomlarimizni ham dasturxonlarimizga tortamiz. Taomlarimiz tayyor bo'lguniga qadar, ya'ni taomlarimizni dasturxonga tortgunimizga qadar madrasamizning 4-bosqich talabasi Imomqulov Hikmatullohni taklif qilar ekanmiz. O'zlarining badiiy chiqishlarini ustozlariga, bitiruvchilariga namoyish etadi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz talabalar va ushbu xatmonamizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Hozir mana shu madrasamizda bizga dars bergan 4 yil mobaynida bizga o'z ilmlarini ulashgan ustozlarimizga deb she'r yozganman. Shuni sizlarga o'qib bermoqchiman. Bering menga bir qisqa muddat, dildagi so'zlarim aytay sizlarga, bizni 4 yil qilishgan izzat, rahmat aytay ustozlarimga. Dars berdilar bizga Qur'ondan, Termiz qatnab olis Toshkentdan, siz sabab mohirmiz tajviddan. Sizga rahmat Zafarjon ustoz, fiqh o'qidik 4 yil qo'lida, halol harom bildik darsida, ilm berdilar Alloh yo'lida. Sizga rahmat Xayrulloh ustoz.
ilm bo'lmas kalom ilmisiz, aqoidda tengsiz, shubhasiz, salkam talabalar otasisiz. Sizga rahmat, Nasrulloh ustoz. Har so'zida mantiq, balog'at, qarashlarda limmolim hikmat, barchani qilar hurmat va izzat. Sizga rahmat, Jo'raxon ustoz. Ilm kaliti sarfdir, nahvdir. Barcha ilm shu ila tatir, bildik zohiri va mustatir zamir. Sizga rahmat, Hoshimjon ustoz. Qur'on jam bo'lgandir dillarida, ta'lim oldik ilk talabalik yillarida, odob ne bildik shu ustoz qo'llarida. Ishoq Ali ustoz, sizga ham rahmat. So'zlashgancha muhovaradan, so'ng saboq oldik aqidadan, ba'zan esa badan tarbiyadan. Sizga rahmat, Mas'udjon ustoz. To'g'ri bizga fandan dars bermas, murabbiyni yozmasam bo'lmas, busiz she'r ham mukammal bo'lmas. Said Burxon ustozga rahmat. Dars berishda o'zgacha usul, shirin so'zidan topasiz huzur, ham yoqtirgan fanimdir usul. Isroiljon ustozga rahmat. Yotoqxonada bo'lsa muammo, hal qilar bir pasda doimo, u kishidir Kamindat bobo. Sizga rahmat ey Ahmad bobo. Tafsirmi, hadismi, barida olim, madrasamizda tengsiz muallim, hattotlikdan ham olganmiz ta'lim. Imomiddin ustozga rahmat. Uning nomi hadisda mazkur, faroiz bizga havodek zarur, o'rgatadi bizga meros bu nadur. G'ayratjon ustozga rahmat. Sahih va zaif farqini bildik, sunanni birga tarjima qildik, mishkotdan ancha xulosa oldik. Olimjon ustoz, sizga ham rahmat. Muxtasarni yoddan aytadi, talabani do'stdek tutadi, Qur'ondan ham savoq beradi. Ahliddin ustozga rahmat. Qur'onda jamlangan juda ko'p sir, barchasini o'rgatar tafsir, qilasiz bunda har dam tafakkur. Muhammad Hodiy ustozga rahmat. Eng go'zal fandir bu siyrat, nabiy hayotidan qilasiz hayrat, sahobalardan oldik biz ibrat. Abdul Bosid ustozga rahmat. Hech bir ish hujjatsiz bo'lmas, uslub bo'lmasa madrasa yurmas, shu kishisiz biron ish bitmas. Ahmadjon ustozga rahmat. Dinda bo'lay deb xizmatda, hayollari tunu kun bizda. Rahmat aytay rektor ustozga, Kamoliddin ustozga rahmat. Ismi zikr qilinmadi ba'zilar, barchangiz doim ardoqdasizlar. Kechiring meni qolgan ustozlar. Sizlarga rahmat, barcha ustozlar. Rahmat. Rahmat sizga ham, barcha aziz mehmonlarimizga yoqimli tilab qolamiz. Rahmat e'tibor uchun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه
نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم يا ربي قادر برحق rahimizsin o'zing. Gunohlarimizni kechirgin. Ishlarimizda xatolarimizni, sahvlarimizni kechirgin Allohim ya Rabbi. Duo iltijolarimizni, ibodatlarimizni qabul dargoh qil.
xosatan qilingan ehsonlarni qabul dargoh qilgin. Xosatan kalomi sharifing tilovatlarini dargohingdan husn qabul qilib ajr jazo ato qilgin. Allohumma ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Hosil bo'lgan ajr savoblarni avvalo Hazrat Rasuli Akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruhoniyatlariga, barcha payg'ambarlar ruhoniyatlariga, Hazrat Rasuli Akram sallallohu alayhi vasallamning azvoj mutahharatlar, ahli baytlari, sahoba ikramlar, dinimiz uchun ijtihod qilgan pir ustozlar, sarmasablarimiz ruhoniyatlariga bag'ishladik barchalarini. Savoblardan bahramand qilib ruhlarini shod qilgin. Mana shu duoda qo'l ochib turgan barchalardan, bugungi tolibi ilmlardan, bu yerda xizmat qilayotgan madrasa ustozlari, boshqa shu yerda xizmat qilib turgan barcha xodimlar, duoda qo'l ochib turganlardan, barchamizdan duo savob umid etayotgan ajdod jaddodlar, xish qarindoshlarimiz, barchalarni ruhlarini shod qilgin. Qabrlarini Qur'on nuri bilan munavvar qilgin. Allohumma ya Rabbi, kalomi sharifing barakati bilan bizlarni qalblarimizda ham nurga to'ldirib, ilmimizni, taqvomizni ziyoda qilgin. Allohumma ya Rabbi, kalomi sharifing barakatlari bilan yurtimizga tinchlik, xayr, barakat, rahmatlaringni yog'dirgin. Bizlarni ahli oila farzandlarimizda ahli Qur'on, ahli toat bo'lib yashamoqliklarini o'zing nasib ro'za qilgin. Ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim, ya zal jalal val ikrom. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilohi amin. Parvardigoro, avvalo mana shu go'zal xatmonani tashkil qilgan va bunga bosh bo'lgan diniy qo'mitamiz, diniy idoramiz, ta'lim bo'limlari, Surxondaryo qoziyat va vakilliklar va barcha mana shu madrasani ustozlari, xodimlari va bu yerdagi yig'ilgan jamoatimiz, mana shunday go'zal tarzda o'tishimizda ishtirok etgan, xizmat qilgan, mana shu dasturxonlarni, taomlarni hozirlagan barcha azizlarimizni Allohim qadamlarini doim o'zing rozi bo'ladigan savobli amallar ustida sobit qadam ayla. Allohim bugun xatmonasini qilib bularni jamiyatimizga xizmatga jo'natayotgan bu talib ilmlarimiz, shu yerdagi ustozlarimizni, vakilliklarimizni, diniy idoramizni, barchalarni yuzini yorug' qiladigan, hammaga rahmat olib beradigan, ustozlarga esa duo olib beradigan xalqimizni peshvolari bo'lib yurishlarini Allohim o'zing nasib ayla. Ularni qadamlarini sobit ayla. Shu xalqimizning farovonligi, tinchligi, osoyishtaligi, hidoyati, biror bir oqimlarga hech bir adashmasdan, zalolatga ketmasdan yurishligida Allohim ularni to'g'ri yo'lga boshlashlikda o'zing madadkor bo'lgin. Yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo, xalqimizni hayotini bundan-da farovon aylagin ya Rabbim. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Barchalaringiz xush kelibsizlar. Alloh tabarak va taolo ustozlarni ham, kelgan talabalarni ham, hammalarni shu ikkita ustoz nomlarini qadamlarini qutlug' aylagan bo'lsin, muborak aylagan bo'lsin. Ilm yo'lida qilayotgan xizmatlarni Alloh qabul aylagan bo'lsin. Allohumma atina nafi'a darajatan rafi'a va avladan solihin va rizqan halalan tayyiban kathiran kathira bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum. Ziyorat qilaylik. Keling. Sizlar bilan ko'rishaylik. Ismingiz? Usmonjon, mashallah. Hozir bular bilan bir ziyorat qilib olib, bir ikki og'iz gapim bor, agar ruxsat bersangiz. Ozgina. Yo'q, yo'q. Foydali gap. Keyin tushundingizmi? Ana chaqiring, talabalarni chaqiring. Esdalik, hamma. Bitiruvchilarimiz kelinglar bir ziyorat qilib olaylik. Keling. Yigitlar chaqiring.
ismingiz? Abul chaqiring, yana kim bor? Qani 23 ta bo'lmadik hali. Assalomu alaykum. İsmingiz? Maşallah. İsmingiz? Maşallah. Tabarakallah. İsmingiz? Zakariya. Maşallah. İsmingiz? G'ayrat. Bo'ldik ha? Endi to'liq bo'ldik. Meni ismimda Mahmudxon Eshonboy deydi. 90-yili islom mahadiga o'qishga kirganmiz. Estir tarqab ketib, sayis paytda mana katta domlalar biladi, u payt 20 ta, 10 ta, 5 ta bola olgan. Mustaqillik bo'lgandan keyin 89-yilda Alakbar Eshonboylar, endi sizlar tanish uchun aytaman, o'shalar bir 23 kishi kirgan. 90-yil biz 84 kishi kirganmiz. 84 kishi. Shundan 80 taga ruxsat bo'lgan, 4 ta doполнительный bo'lib kirgan. Biz ham mana shu oxiriga illashib qolib, keyin hop, ikkita bola ketgandan keyin oktyabr oyida menga prikaz chiqqan. Sentyabr, oktyabrda maosh olmaganman. Noyabrda keyin chiqqan maosh menga. Men haqiqiy talaba bo'lganmiz. Shunda o'rtada bir janjal ketib qolgan paytda bu janjalni tintish uchun Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf mufti bo'ladilar. Shu kishi kelib keyin bir o'git aytgan. Quloqimizda turibdi. Shuni sizlarga bo'lishligim keldi. Shu narsani. Aytdilarki, u sizlarga o'rta maxsus bitirdilaring, ha? U oliy mahad, hozir oliy mahadda domlalar ham turibdi. Oliy mahad 4 yil o'qitadi. Shunda mufti Shayx Muhammad Sodiq Muhammad bir narsa degan. Ey bolalar, eslab olinglar. Mahadda o'qishlik shariatni islomiyadagi ba'zi bir kitoblarning nomini aytib o'tib ketadi xolos degan. Hozir bana domlalar shunday bir chiroyli gap gapirdi. Sizlar endi balkim eshigiga kirib keldilaring dedi. Ana shuning uchun endi sizlar juda kam tarona bo'lib, hali xalqimizda bir gap bor-ku, men samonu sen bug'day, men yomoni sen yaxshi, ha? Ana shunday kamtar bo'lib Xudo uchun xalqqa xizmat qilsalaring, ha biz faqat xizmatni qilaversak, ishni kim qiladi desalang, siz Allohga topshirib qo'ying, xizmatni Allohning roziligini qiling, Alloh taolo ahlini shunday ko'tarib qo'yadi. Endi so'zimni ko'p so'zib bersam bo'lmaydi. Sizlarga eng oxiri mutaaxirin ulamolarning gapidan bitta gap aytib beraman. Shunday gap borki, bir odam olim bo'lsa, kitob yozadigan mufti katta olimi taftazoni bo'lsa, 4 ta narsadan chiqib ketsa, Alloh roziligi topilmaydi. Bu qaysi narsa? Birinchisi shayton, insonga eng dushman. Ikkinchisi nafsingiz, bu ham katta dushman. Uchinchisi davlat. Davlatdan pul kelaversa, buzib qo'yadi. To'rtinchisi orzu havas. Uni qilishim kerak, buni qilishim kerak, eng oxirgi modeldagi mashina olishim kerak. Shunga harakat qilib, bu yerda hamma narsa unutib qo'yishim kerak, ha? Bu ham mana shu 4 ta narsa yodlaringda tursin. Shu narsaga jilovlab olinglar. U ham kerak, lekin jilovlab normasida. Endi so'zimda oxirida bitta narsa aytaman. Hazrati Musa alayhissalomning hikoyasi. Hazrati Musa alayhissalom kim edi? Qanaqa payg'ambar edi? Alloh bilan to'g'ri gaplashadi, to'g'rimi? Hazrati Musaga Alloh aytdiki, "Ey Musa" dedi. "Bor" dedi. "Meni mahluqotlarim ichidan eng zaif, eng bir xor, eng bir bu mag'rurni topib oldimga olib keldi." Hazrati Musa boradi. Allohning mahluqotlariga qaraydi. U payg'ambar edi. Har bir narsaga qarasa-da mukammallik. Alloh taolo juda chiroyli yaratgan. Keyin bir uyga kirdi. Borsa bir itni ko'rdi. It hamma tomoni yara bo'lib, qo'tir bo'lib ketgan, bo'ynidagi iplar qiyib, qizil chiqib, go'shi chiqib qolgan eski bir itga baylangan. Hazrati Musa aytdiki, eng haqir mahluqot shu bo'lsa kerak, shuni Allohning oldiga olib boraman dedi. Shunday borib itni ipidan yechib tortgan paytda it tilga kirdi. "Ey Musa" dedi. "Qayerga borasan?" Allohning oldiga boraman. Alloh mahluqotlarning ichida eng kam bu mag'rini menga olib kel deb aytdi. Mana shu seni olib boraman degan. "Ey Musa" dedi. "Bu dedi tag'in senga imtihon bo'lmasin" dedi. O'ylab qoldi Musa. "Sen hozir meni tashqi ko'rinishimga qarab eng haqir deb aytayapsan. Sen to'g'ri Allohning payg'ambari, lekin meni ichimda bilmaysan-ku, balki meni ichimda Allohning zikri payg'ambarligidan ustun bo'lsa-chi" dedi. Kim aytdi buni? Kuchiga aytdi. Shunda Musa alayhissalom hali uyqusidan silkinib, darrov ko'zi nima bo'lganda, darrov nima bo'ldi, tavba qilib itga aytdiki, "Bo'lmasa nima qilayin" dedi. "Meni bo'ynimdagi ipni yesh" dedi. "Bo'yninga baylab, ey Alloh, o'zimdan pastda topolmadim" deb bor dedi. Hazrati Musa Allohning huzuriga kalom, to'g'ri gaplar bor. "Ey Alloh, mana shundan boshqa narsani topolmadim, o'zimdan past narsa ko'rmadim" dedi.
Allah aytdi, bu imtihon edi dedi. Ey Musa, bu imtihon edi. Agar itti olib kelsang, sen imtihondan o'tmasading dedi. Demak, yigitlar nima ekan? Ana shunday bo'ladi. Siz qancha o'zingizni kamtar qilsangiz, xalq sizni shuncha boshiga ko'taradi. Siz qancha osmonga ko'tarib xalqni past qilsangiz, sizda tezroq tugatadi. Tushundingizmi? Shuning uchun jon bolalar, sizlar endi bugun nima hayotni bosh yo'lida turibsizlar, mana ustozlarni hozir juda xursand bo'lib ketdim. Xursand bo'lganligimdan to'lqinlanib sizlarga shu narsani aytay dedim. Parvardigor olam ilmlaringga ilm qo'shsin. Kelgusida shu xalqimizda ravnaqi uchun ulug' diniy mu'minimizga xizmat qilish Alloh taolo sizlarni barchalarga muvaffaq aylasin. Xalqning roziligi, ota-onani roziligi, ustozlarning roziligini topib, Allohning roziligini topish Alloh nasib aylasin. Sallallohu alayhi vasallam. Ya rahmat. Salomat bo'ling. حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي دينك الإسلام سلام عليك جئت بالقرآن سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك جئت بالقرآن سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك